Qozixonaga yana kelib qopsan-ku Saidun. Biroq bu qatim oshxondan to'xu o'g'irlamay, xo'jayiningning oltin uzukini o'g'irlabsan. Hazratim, Alloh bilan qasam qilamanki, men uvol bo'ldi. Qandaqsiga uvol bo'g'dek. Ular uzukni sening yeningdan topgan tursa, ha? Men uning qanday qilib yanchog'imga kirib qolganligini bilmayman, hazratim. Men sana qandaq ishini bilmayapman. Sizlarga qasam qilib beray, hazratim. Men tavba qilgan, hargizmi bir narsa o'g'irligim yo'q. Hukm ati qoldirilsin. İcra qilinglar. Xo'p, hazratim. Menimcha sal gumonliqdek turdi. Qandaq deydilar, hazratim? Vaqa yuz bergan joydagi kishilarni to'liq tekshirganmi dala? Albatta shunday qildik. Hammasini tekshirib, o'g'irlangan uzukni o'g'rining kiyim-kechaklarini orasidan topdik. Sizlarcha o'g'irlangan uzukning uning kiyim-kechaklari orasiga maqsadli holda yushirib qo'yilish mumkinchiligi yo'qmidi? Balkim shundaqdir, lekin shunday qilib kim foydaga erisha? Men bilmadim, bu ishni obdaroq tekshirib chiqishlarini umid qilaman. Hazratim, bu farazlari aqlga toza muvofiq kelmadi-ku. Aql hech qachon haqdan ustun turgan emas. Qandoqsiga shundoq deydilar? Nuh alayhissalom kishilarni cho'l jazirida kiyim yasashga buyurganda, bu ishmo aqlga hargiz uyg'on kelmaydi. Gaplari to'g'ri, biroq u payg'ambar bo'lg'achqa to'g'ri ish qiladi. Bu gaplar to'g'ri bo'ldi. Bizmo to'g'ri ish qilamiz albatta. Har bir masalani inchik tekshirib, bir taraf qilishimiz kerak. Deganlari barhaq, hazratim. Hocam, qarsala, Pashshab begim yana kelibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom begim. Yaxshi xabar olib kelgan o'xshamamdilar. O'zigingni ep keldi, mana. Ha? Bu mening emas ekan. Bu qandoq bo'lg'ini endi obdanroq qarab baq. Men 30 yil sağa o'zikni qandoqmi unutib qolay, begim. Biz javobgarning qo'lidan moshini topgan edik. Yana birisi uning qo'ynidagi yeshil qo'lyog'liqda bor edi. Buni sen nereden bildin? O'g'irlagan narsalarni cho'qim kiyim-kechaklar orasiga yoshirib qo'ydi degan. Yana bir o'zikning yeshil qo'lyog'liqqa yoshirib qo'yilganligi aniqmi, ha? Uning bir qitim shunda qilganligini ko'rib qolgan. Sen eng yaxshisi qilmishingni bo'yningga ol. Qaysi qilmishimni deydilar begim? Saidon to'g'ri tozayotganda o'zikini o'g'irlab, uning kiyim-kechaklariga yoshirib qo'yg'ini dal sen g'o deyman, ha? Nimandaq çekiveradigandu. Mana hazırlı açay. Ha, Pashshab begi ahvollar qandaqroq? O'zlariga deydigan jiddiy bir ish bor edi. Har qancha ish bo'lsa-mu atigangiz kutib tursa bo'lmasmi edi? Gapimga ishonmasliklar mumkin, hazratim. Sizlarning o'ylari to'p-to'g'ri chiqdi. O'zikni Saidun o'g'irlamabdi ekan. O'zikni faqat uning xizmatdoshi uni ko'zdan yo'qotish uchun kiyimlarini orasiga yushirib qo'yibdi ekan. Katta ish bo'pti-ku. Qani, bu sharbatni ichsizlar. Atiganda ishning tafsilotini yetkazgaylar. Qani, osila. Nima degan lazzatlik, ha? Men qancha tutsammi qaytishga nimacha oldiraylar? Bo'pti emisi. Xo'sh emisi. Mana heliqi qissaning davomini so'zlab berishga oxiri vaqt chiqaribdilar-da. Men sizlar bilan qissaning davomini anglasam bo'lamdi. Ijozat qilamlar, hazratim. Albatta bo'ladi. Hamda yenimda ikki qizchaq bo'ldi. Birisi yosh, birisi qiy. Nima dedi? Qiz, qiyr-xotin. Og'zingni yum, men qiyr-xotin emas. Qiyr-xotin desa ko'nglingiz beyaram bo'lgan bilan qizchaq desa xushal bo'lib ketar ekansiz emasmi? Og'zinglarni yummasanlar qissaning davomini so'zlab bermayman. Amisa hamma bilan tanishmayli. Kishilar mo'minlarning bu ishidan to'liq hayron qoldi. Ular xuddi Shatutga o'xshash Nuhning ayolining bu qumliqda nemishqa kiyim yasaydiganda buning nima foydasi degan gapini deyishib yuradi ekan.
Allohga shukr. Mana endi keminimi bitkizib oldik. Atimiz bilan namoz o'qib, Allohga shukr etsak qandoq deysan? Undaqda bir bölkimiz namoz o'qishga borsak, yana bir bölkimiz kemini qo'g'dash uchun bu yerda turmasak bo'lmas? Undaq bo'lsa men qalay, keyinchi o'qib olaman. Bu yog'ochlarning zodi nima foydasi bo'lsin? Voy bechora hamoqatlar. Bir gap qildimi qandoq Kenan? Hey, yo'q. Bu kemining bitganligiga Allohga hamd sano aytyapman shu. But elbilinglar but. Har xil butlar bor. Men bu kemiga chiqib dengizda üzeymikin deyman onu. Ahmaq bo'lmagan balam, kemi qumliqda qandoqmi yura alisin? Anglanglar xaloyiq, anglanglar. Bu yerga kishilarga rizq, kasallarga shifo va bola-chaqa taqildigan turli but ilohlarni tizib qo'ydik. Bu butlarni nemishqa bir Allohga ishindigan heliq kishining kemisi yenida sotadigandilar. Bumi bizning boshqalarning e'tiqodiga yo'l qo'yganligimizni ifodalaydi emasmi? Sizda kemi shekillik bir iloh yo'qmidi? Hozir yo'q, biroq uni keyingi yillarda yasabmi qolamiz balkim. Sizningcha bu kema bu yerda kelar yig'ish turami? Albatta shundoq bo'ladi-da. Sizning kema tuyuqsiz uchib ketadigan o'xshamamdi, ha? Anladingmi balam? Yura uyga ketayli. Gapimni anglasang, bu yerga yana seni ilib kelaman. Bo'lamda qo'ysam, yura uyga ketayli. Qohilning gapi o'rinliq. Kishilar bu ishning qandoq bo'lganligiga bakli qiziqyapti. Sizningcha Nuh va uning ergashkichilari nima o'ylayotgandir? Biz qachongacha kishilarning masxarasiga chidab turamiz? Savr taqatlik bo'lgan ham Allohning payg'ambari bizni ularning azorlariga savr qilishga buyurdi. Qaringlar bo'lmasin, masxir qilsa mayli. Patada ular kimning haqdan ustida ekanligini bilib qoladi. Kishilarga bu joyda kemi yasaganlikning sababini qandoq tushundiramiz endi, ha? Qarindashim, men senga o'xshash uning sababini hech bilamadim. Biroq Allohning payg'ambariga qilgan va'iz shundaqki. Yoki daryoda toshqin bo'lib, suv bu yerga kelib qolar. Yoki bo'lmasa, bu yer dengizga aylanib ketsa, u vaqtda kemidan foydalanamiz. Ay, kallanglar joyidimi qandoq? Qachonlarda bu yer dengizga aylanamdi? Sizlar zoti qaysi daryon deyishyapsizlar, ha? Qarindoshlarim bilan paranglashganda adablikroq bo'lgan Kenan. Xaloyiq. Men sunimi ko'ramayman. Sezguchiligim bu yo'q. Biroq men Nuhning payg'ambarligiga haqiqiy chin putaman. Chunki u Rabbidan vahiy qabul qilayotgan rostchil odam. Bizga mushuning o'zi kifoya. To'g'ri dedilar tog'a. Undaqda men boshqa joyga berib, bir qism aql kishilar bilan ko'rishib boqay. Kishilar biror yangilikni ko'ramizmikin deb kemining yoniga ko'p kelib, to'limiz yerikib ketdi. Bir qancha juvonlarni opirib, kema atrofida usul o'ynasak qandoq? Unda qilmasaqmi, xotin qizlar hamma yerda usul o'ynayotsa, biror yangi amal deb chiqmamdiq. Ishni chekkani kimdi? Ishni echinglar, men vog'iylar. Endi ish qilmasanglarmi bo'ladi. O'g'lim Kan'annimi elib keldim. Qani yuqoriga o'slar Kanan. Yangi gap elib kelgan o'xshamamlar. Gapni nereden başlashimni bilmayapman. Nuh meni kema ichiga uchar qushlarga u yasashga buyurdi. Ular safarga ashundaq tayyorlik qilganmish. Nima safarkan u? Yetishganmidim-ku. Qaltis plankan-g'o bu. Ular cho'ldagi kemisiga turli jonivor, uchar qushlarni yig'moqchi bo'lgan bo'lsa, undaqda u kemi kishilarning oyog'i uzilmaydigan sayligah bo'lg'idekda. Qarag'ana qarindishim. O qushlar qandaqsiga o'g'illarni topalaydigandi. Ularma shuningga buyurilganda. Yaratquchisi ularni nijotlik yo'liga shundoq buyurgan. Subhanalloh. Av yilon chayonlar bizga chiqilmasdan kema tarafga qarab ketib boradi-ku. Av taraf qaranglar. Bir to'p yirtqushlar odatda o'zir o'lib yeydigan hayvonlar bilan yonma-yon ketib boradi. Rosti ishongusiz. Bizning ko'rayotganimiz mo'jiza emasmi? Subhanalloh.
Hava bekli kızıp ketdi o. Yağmur yaqqan bolsa mı bunçilik bulup ketmez idi. Halak bo'lishlarni tilimisilar. Nimini devatsan, düşenmeyle kaldım bu. Erleri Nuhsiliga to'fon bolasini olamit haqida so'zlab bermagan o'xshamamdi. Ha? Tonurdan su etilip çıkıdığın işini demekçi mi sen? Albatta. Ben onu alıcıp şundak dedim ikin dep oylagan idim. O şundak dep koygan gep. Senince bu kumlukta tofan balasını buluduğanlık kırasın mı bu? Ehtimal onu kim bilsin? Bu işe hiç kandak münasiyetin yok teklik yap kılıvatsan o. Navada biz ölüp kessek sen o biz bilen ten halak budu sen. Çünkü sen bizden şerikimiz emes mi? Mening hech kishiga sherik bo'lganim yo'q. Ishinglarning oqibatiga o'zinglar ega bo'lishinglar kerak. Ey Kenan tursa o'rinlardan tofan kelishdan burun kiyimiga chiqmalayli. Ha? Tufan devatam siz yo'qlama ko'zimdan. Bu hamoqat. Nimdevatlar Kenan. Bana kaza kilovatıdı. Bana işensizler. Siz oralardan dursuzlar. Men sizga bu yerdan keting dedim-ku. Bo'lmasa jiningizni olma yana. Bu sarang nimalarni deydigandi? Qaysi tufanda bu? Ha? Nima bu? Bu suv qayerdan kelgandi? Qanday qilsam bo'lardi? Tog'. Meni suv g'arq bo'lishni saqlab qoladigan tog'dan boshqa bir narsa yo'q o'xshaydi. Ana! Qo'lingizdan keling. Yo'q. Bana yardım gerek emas. Bu su uzun o'tmay qumliq singib ketadi. Texi kun chiqib o'lchiliklarmi yo'qaydi. No, şu vaqtda xato qilganligini bilmay qolmaydi. Keling, men bilan tog' chiqib oling. Sen Nuh ve onun ergeç küçülleri mening bu turqumni ko'rib xush bo'lsin demsen. Herkes undaq bo'lmaydi. Ana, sizlarda? Qo'rqma balam. Biz bu bala qizadın aman esan qolamiz. Texi boyliqimiz, kuch-quvvatimizmi qo'limizda qoladi. Qarindishimiz Kanon ko'rinmaydi-ku. U aviyadigan tog' bag'rida. Hey, Kanon! Ha, nima demoqchisizlar? Atam seni kemiga chiqib olsin deydi, tez bo'l. Bo'ldi. Hojati yo'q. Tog' chiqib olsamlar omon qolaman. U nima deyotdi? Shavqim bo'g'ashqa men aniq anglayolmadim. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صدق الله العظيم. Şunda qilib Nuh alayhissalomning ayoli va uning bir o'g'li kofirlar bilan birga halok bo'libdi-da. Qissadan ta'sirlanmagan o'xshamamsiz Salma. Uning bir ayol zoti turib shu qadar askilik va yomonlik qilganligidan xijillik his qilyapman. Er zoti yoki ayol zoti bilan yomonlikning hech aloqasi yo'q qizim. Meni haqiqatni yetib rozi qilaman deymizlar. Mening sizga da'vat qilganimning o'zi haqiqat.
Qur'onda Allohga itoat qilgan, qavmga katta ulgu bo'lgan fazilatli ayollar haqida ko'p qissalar bor, qizim. Masalan, kimlar? Masalan, Allohning payg'ambari Ibrohim alayhissalomning ayollari bo'lgan Sora bilan Hojar, Musa alayhissalomning onasi bilan hamshirasi, Shuayb alayhissalomning ikki qizi, o'z qavmining azorlariga chidagan, ularning qattiq muomalasiga uchragan Maryam, Saba shahrining podshohi Belqis va uningdan boshqa insoniyat tarixida o'tgan mashhur ayollar bor. Pat arada ularning qissalarini so'zlab beraman, inshaalloh. الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسنا فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى ومريم العذراء تفر في الصحراء ومريم العذراء تفر في الصحراء المرأة الحرة أغلى من